Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videomizga like'da tirs bosib turamiz. Xudo xolasa sizlar so'ragan Qo'chqor So'liqni bo'g'ozlarni ham o'ta go'zallardan chiqadi. Zo'rlardan kelganmi? Zo'rlardan. Sizni obunachilaringizga o'ta go'zallardan kelib qo'ygan. Videoni boshladikmi? Videoni boshladik. Obunachilar bunda So'liqlarni zo'rlaridan kelgan. Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib bittadan like'ni bosib qo'ying. Biz videoni boshladik. Obunachilar zotga Qo'chqor qidirib yurgan, So'liq qidirib yurgan akalamizga xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turishlarini tavsiya etamiz. Chunki bu qo'raga xudo xolasa yangi partiya Qirg'izistondan Qo'chqor So'liqlar zo'rlardan kelgan ekan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimizning obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y, Qo'chqor, So'liq ishqibozlari, obunachilar. Xudo xolasa biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida xudo xolasa videolarni olib boryapmiz. Hafta kuniga 2026-yil 21-fevral xudo xolasa like'ni bosib, Hoji aka like'ni bosib o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Yangi obunachimizdan Qo'chqor So'liqlarni yaxshisidan kelgan ekan. Bularni dastlabkilari qanaqa, yeb ichishlari qanaqa, narxlari qanaqa, hamma bor ma'lumotini ukamizdan berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa o'zlaridan ma'lumotni beramiz. Abdurahim bormisiz? Assalomu alaykum obunachilar. Saydulla yetib oldi. Zo'msiz? Aka, bugungi siz kanalingizda yangi obunachimi? Hop. Qo'ylarni o'ta go'zallaridan naqd bo'g'ozlardan chiqadi. Naqd bo'g'ozlar, Qo'chqorlar ham bormi? Zotga 2 dona Qo'chqori ham bor zotga. Bo'ldi, xudo xolasa mana obunachilar mana. Endi ma'lumotni berib o'tib Soni nechta birinchi partiyamizga? Soni 6 dona birinchi partiyamizga. O'z ofis nechta partiya chiqadi bugun? 2 partiya ozgina chiqadi. 2 partiya. Ma'noli qo'y chiqarib qo'ya qilamiz-da, xudo xolasa. Xo'p, aka, endi buni sonini nechta dedingiz? Soni 6 dona. 6 dona. Nechtasi Qo'chqor, nechtasi So'liq? Ma'lumot. 2 dona Qo'chqor, 4 dona So'liq. 2 dona Qo'chqor, 4 donasi So'liq, lekin qulog'i oshi butun ekan Qo'chqorlarda. Quloqlari butun. Lekin uzunligi ham uzun. Quloqlarimizdagi ham pashti butun. Ha. Hop, endi bularni bo'g'ozligi necha oylik? Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz bu 3 donasi naq bo'g'oz sayillar. Uni bir donasiga endi 50. O 3 donasi uzog'i bilan 2 oyda to'g'rilaylik. Hammasi Qo'chqorda ichida yurgan ekan. Mana shu narsa deylik. Mana shu narsa lekin naqd bo'g'oz ekan. Uni yelimdan o'tib ko'rsatib qo'ying. Hop, bular yoshliklari qanaqa So'liqlardi? Mana shu narsa 4 ishga yangi chiqargan, qolgani qo'zi hali. Ha, Qo'chqorlarnikichi? Qo'chqorlarniki ham hali ishga chiqarmagan Qo'chqorlar. Hali qo'zi ekan. Bu oyoqlarni qaranglar, obunachilar, xudo xolasa o'zim zotga tarbiyalab olaman degan akalarimizga tavsiyani beramiz. Bosib yuboring Hoji aka, xudo xolasa, lekin narxini arzon qilib bersangiz olishaveradi. Dumbalarni qarang. Dumba razrez. Qo'chqorni o'sha kunga ko'rsatib yuboraylik, ikkita Qo'chqorni. Bu birinchisi. Bu qaranglar. Ichini bitta ochib ko'rsating. Shu marjon hali mana. Marjon aka. Naqd, xudo xolasa. Mana quloq oshi butun, yuzi toza, qoni toza u. Toza narsa qidirib yurgan akalarimizga tavsiyani beramiz. Nari Qo'chqorda ham shunday sherigini. Mana xudo xolasa obunachilar, realni bor joydan ko'rsatyapmiz. Mana dumbani mana dumbani qarang. Yorma dumba. Xudo xolasa olib borib, maza qilib So'liqga qo'shib qo'ysangiz bitta bemalol. Stoykalarga bir ahamiyatni berib qo'yasiz Hoji aka. O'zi tulay degan variantdan ekan, lekin toza narsalar ekan, ha. Xudo xolasa bo'ylarini nechaga beramiz Qo'chqorlarni? Bo'ylarini 80 ga olishaveradi. 80 plus-minusga olishaveradi. Qo'chqorlarga 80 plus-minusga olishaveradi. So'liqlarchi? So'liqlarniki ham xuddi shunday. So'liqlar ham baxil, xudo xolasa. Endi narxlarni qanaqa bo'ladi buni? Bir joyga hammasini olishsa, Saydullo siz kanalingizda yangimizda narxini qulay chiqarmasak, obunachilar safa bo'lib qoladi. Bo'ldi, narxini arzon qilib bersangiz, xudo xolasa obunachilar bir joyga shuni olishadi, maza qilib boqib, klient bo'lib qolishadi. Bitta narx aytaman, dastlabkasi Toshkentgacha 6 million so'mdan dastlabkasi ketaveradi. 6 million so'mdan. 6 million so'mdan. Qo'chqorlar ham o'sha narxda bonus ketaveradi. Qo'chqorlar ham o'sha narxda ketaveradi. Hozir 6 million so'mdan 6 tasi Toshkentgacha bo'lyapti dastlabki. Dastlabkasi Toshkentgacha besplatni o'ylashmaysiz. Siz kanalda yangisiz. Videoni boshida ham aytdik, buni narxini bitta chiroyli qilib ayting. 6 million deb turibman. Yomon aytmadim. 6,5 million so'mdan berishadi. Ha, Qo'chqor So'liq hammasi ketaveradi. Yo'q, 6,5 million so'mdan juda ozayib ketadi-yu. Qarang, bitta gapiraman, dangalga. 100 ming so'mdan hammasidan 600 ming so'm pul o'tib beraman. Shunda 5 million 900 ming so'mdan bo'lyaptimi? 5 million 900 ming so'mdan bo'lyapti. Hey, kelishtiring, xudo xolasa keling buni ko'tini og'ir qilmay. Orta kelishirsa qo'ylar ham xafa bo'lib qoladi. Yo'q, qo'ylar xudo xolasa yaxshi qo'ylar yomonlagan yo'qmiz. Chunki bu bunday gapda
Bu bozor, to'g'ri, magazin emas. Aytgan narxingizga sotmasangiz kerak hech qachon. Yo'q, hech kim mo'ljaliga. Buni yana bitta chiroyli qilib o'tib bering, xudo xolasa bir joyga bosib yuborishadi hammasini. Bitta aytaman, so'rashmaydi. Ha. 5 million 800 ming so'mdan olsa dastlabki o'shanda Toshkentgacha ketaveradi. 5 million 800 800 ming so'mdan obunachilar bor baraka. Xudo xolasa olganga ham, sotganga ham barakahni bersin, lekin hey, Aka uni garbonuslarga ber, ahamiyatni berib qo'yasiz. Mana qarang. bonuslarni qarang. Bo'ladigan narsa ekan-da. Lekin hammasi shu toza narsalar ekan, o'zi to'laydigan variantida obunachilar. Xudo xolasa mana shunaqa qo'chqor suvliq qidirib yurgan akalarimizga videoni tashlab qo'yinglar. Arzon bo'ldi obunachilar, bu magazin emas, bozor. Aytilgan narsalarga quloq solamiz, telefon qilasiz. Uka, mash qo'ylan yo'q emas, hammasini chiqarib yubor. Qanchadan qilib berasan deb chiroyli qilib so'rasangiz, chiroyli qilib o'tib berishadi. Endi bu hammani har sharoit har xilda, kimdir bittaga yetar, kimdir ikkitaga yetar. Mashina ikkita qo'chqorini olsa necha puldan berasiz? Ikkita qo'chqorni o'zini olsa Saydullo 6,5 million so'mdan dastlab beraman. 6,5 million so'mdan. Agar Sizni kanalingizda telefon qilasizlar o'shanda ham. bo'ldi, lekin ishini bitirasiz, xullas, ha? Ishini bitiramiz. Nechta olsa ham telefon qilish olsin, men hammani bir joyga sotasizmi? Yo'q, nechta olsa ham telefon qilish olsa, ishlar bitmay qolmaydi, xudo xolasa bitadi, aka. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, endi bularni ham ikkinchi partiyalarga navbat beramiz. Hurmatli obunachilar, endi xudo xolasa ikkinchi partiyalarimizga bo'g'oz variantidan bular ham. Ha, Abdurahim, xudo xolasa to'talasi ham bo'g'ozmi? Xudo xolasa bular qo'chqorning ichida yurgan. Qo'chqorning ichida Shu yurgan. narsada sotamiz, siz ham bo'g'oz deb endi bilmaymiz, ichiga kirib ko'rmaganmiz. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Xudo biladi. Xudo biladi. Endi bo'g'oz chiqib qolsa siz variantingiz, lekin qo'ylar buni o'zi Saydullo kattasi. Haq bo'g'oz, mana endi yelimi turibdi, xudo xolasa ko'rinib 1 oy turibdi. 20 kunda tug'ib beradi, xudo xolasa ana shu qo'yamiz. Buni qo'yam bo'lakcha qo'yagan, quloq oshlari butun Juda go'zallardan. go'zallardan ekan. Uni yosh oyliklari qanaqa? Saydullo bu bir donasi 4 ish, uni o'sha kattarog'i. Ha, kattarog'i. Yo, chekkadagi. Ha, chekkadagi. Bunisi ikkichiga yangi chiqarib, buni ikkitasi 8 oylikdan qo'rza hali. 8 oylikdan birinchi, xullas birinchi qoringa bo'g'oz ekan, uchalasi. Uchalasi birinchi qoringa. Qarang, yuzlarni. Xudo xolasa o'zi toza, qoni toza degan variantidan. Xudo xolasa. Hoji aka, videoni ko'rib turibsizmi? O'ylamay telefon qiling, ishingiz bitadi, xudo xolasa. Olib baraka topib maza qilasiz. Qo'ylar lekin suyog'i buzuq, uzun narsalar ekan, mana shu ham bo'lakcha narsalar ekan, xudo xolasa. Buni ko'p maqtash kerak yo'q, Abdurahim. Narxini buni boladan qilib, chiroyli qilib aytsangiz, obunachilar xudo xolasa bir joyga olib, maza qilib boqib, rahmatini aytib qo'yishadi. Ko'pchilik yosh katta odamlar ham kuzatib turishadi, bo'g'ozlardan ham chiqadi, toza degan yeringizga mana tozadan chiqadi, xudo xolasa. Qo'yamadi, osmondagi narxda aytib 500 ming, 400 ming o'tib berish kerak yo'q, Saydullo. To'ppa-to'g'ri. Elda 300 ming, 400 ming arzon qo'yib beraman, xudo xolasa. Eldan 300 ming, 400 ming arzon bo'ladi, xudo xolasa. Eldan 300 ming, 400 ming arzon bo'ladi. 7 million so'mdan bo'lsa, Saydullo qarang. 7 million so'mdan. Dastlabki Toshkentgacha besplatni o'ylashmasin. Lekin undan yog'i kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Qayergacha dedingiz? Toshkentgacha. Toshkentgacha 7 million so'mdan o'tadigan xonasi bormi? O'tib berasizmi? Hammasini bir joyga olishsa? O'tmayli shu narsani. Shu kanalingizni o'zida o'taylik. Mana shu video davomida o'tib keting, keyin qolganini kam ko'stini obunachilar telefon qilishadi, o'zlariga o'tib berasiz. Hozircha chiroyli qilib o'ting. Obunachilar picha qimmatdagi u ekan, bu ekan deb nima qiladigan bo'lsalaring, telefon qilasiz, uka mana shunaqa deb o'ziga telefon qilib, xudo xolasa, lekin ishlaring bitadi. Bitadi, xudo xolasa bugun. Gapiring. Saydullo 100 ming so'mdan hammasiga 400 ming so'm o'tib beraman. Yo, 100 ming so'mdan boladan bo'lsa so'rashmaydi obunachilar. Hammasini olishaveradi. Chunki hozir bozorga chiqib ham bitta qo'yga rasxod qilib qo'yishadi. Undan ko'ra Shunaqa. Sheyda olishsin, dastlabkini ham qilib berishadi. Sog'lig'i, yeb ichiga garantiyasi bo'lsa bo'ldi, xudo xolasa. Sog'ligiga bir haftaga 10 kun sinov bor, sog'liq yeb ichishiga. Hozircha sinov olishaveradi. Qarang, dangalma 6 million 800 ming so'mdan bo'lsa, dastlabki Toshkentgacha o'ylashman. Bor baraka, xudo xolasa 6 million 800 ming so'mdan obunachilar, telefon qilaverasiz, xudo xolasa ishlaring bitadi. 6 million 800 ming so'mdan o'tib beradigan xonasi. Ahamiyat berib qo'yasiz, hoji aka. Xo'p, endi hozir bunday qilaylik. Bitta mash chekkadagi bilan, Xo'p, chekkadagini qancha berasiz mashin bilan? Ikkitani, ular ikkita zo'rini tanlab olishadi. Ikki bilan qo'zini aytyapsiz shunda? Ha. Bu ikkovini olishsa Saydullo bunday gapda 6 million. Qarang, u narx toz bayda aytmaylik. Bu ikkovini tanlab olaman desa, telefon qilsa, alohida gaplashamiz. Ishlarni bitirib berasizmi? Ishlarni bitirib beramiz, xudo xolasa. Ikkita zo'rini, ikkita mindagini chiqarib bersa, aytaman, kichirog'ini deylik. Masalan, ishlarni bitadimi, xullas bitta olishsa ham, xohlasa bitadi, bitmay qolmaydi. Sizga analizda telefon qilsa, ishlarni xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa telefon qilishadi, obunachilar telefon qilaverasizlar. Lekin qo'yiladi
Men ustida ko'rib turibman, lekin qo'ylar o'ta boshqacha. Lakasi yaqin bo'lsa kelib ko'rsangiz ham, xudo xolasa olasiz obunachilar, mashiladi. Tepasiga kelib ko'rib olaman deysa ham lakasalar tashlab beramiz. Lakasalar tashlab berilaradi, xudo xolasa yangi qo'ralar ochildi mana. Yangi qo'ralar. Yo'lni bo'yiga ukamiz ochishdi, lekin kelib ko'ringlar, birinchi qo'l ko'p qo'ymaydi. Mana ko'rib turibsizlar o'zlaring ham. Arzon bo'ldi, xudo xolasa. Laykni bosib, videoni maksimal darajada tarqatib tursalar ham obunachilar. Biz xursand bo'lamiz. Bizga shu kommentariyaga yaxshi fikrlar bildirsaydinglar, gap yo'q. Bosinglar desalar, xudo xolasa bizga shu chiroyli qilib motivatsiya bo'ladi. Hurmatli obunachilar, endi bu oxirgi partiya bo'ldimi bu? Shu oxirgi partiyasi. Xudo xolasa Saydullo kanalingizda xudo xolasa ko'p chiqamiz. Otangga rahmat kommentariyada yozib qo'llab-quvvatlab tursa. Bo'ldi. Laykni bosib tursalar bo'ldi, xudo xolasa. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmas obunachilar. Layk bilan bizga kommentariya muhim. Obunachilar layk pul olmaydi, xudo xolasa laykni bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning chorvasiga omad tilaymiz.